xo'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Nima qilyapsan? Chiqdingmi? Molni qulog'i. Qarzingni ber, haqqimni so'rab kelyapman. Bir qadam ham siljimasdan pulni bermaguncha yotaveraman mana shu yerda. Nomuslarga o'ldirib sharmanda qilib yuboraman mahallangda. Uni sharmanda qilma, 3 kunlarda beraman. Seni 3 kuningni bilaman, 3 yil bo'ladi. Har doim kelaman, uyda yo'q dedirtib qo'yasan. Senga bergan pulim yo'l kira qilib bo'ldim borib kelib. To'rnariyoqqa mana shu yerda yotaman. Ha, yotaman ham. Anvarjon domla, bo'shab bo'lmadingizmi? 4 soatdan beri ishingizda yotibman, sovqotib ketdim. Oralarda bahosini qo'yib bering. 3 yil oldin kelgan birinchi kurslar ham bahosini bo'ldi-da. Men o'faraman, xohlagan joyingizdan nima qilasiz? Menga umuman qizig'i, qo'yib bermangiz, yotaveraman domla. Ha, Anvarjon, nima qilyapsiz? Va Dilshod tog'a, yaxshimisiz? Hamma oziq-ovqat do'kon ochib olganman-ku. Pepsi yana yangilik qilyapti-kan. Pepsi dillerlari Andijonlik do'konlarga borsa, 1 million so'mni oshchi Pepsida xarid qiladigan bo'lsangiz bitta kupon beradi. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million qancha ko'p Pepsi xarid qilsangiz, shuncha kuponingiz bor. 3-dekabr kuni mana Labodi g'olibini aniqlab sovg'a qilamiz. 3-yanvar kuni mana Trekkerda g'olibini aniqlab sovg'a qilamiz. Men ham 1 million so'mni oshchi Pepsi xarid qilganman. Yutib olsam aylantirib beraman sizni. Aliyo domla. Bahoyim bo'p bo'lmadimi? Ko'cha sovuq ekanda, qo'yib bering.